Assalomu alaykum obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, Motovlog ishqibozlari. Mana bugun xudo xolisa daladamiz. Chimchili ichini chopib berish jarayoni. Bilmayman yetishtirligini egasi kelsa o'lchaymiz. 2 soatdan oshdi chopyapmiz. Kommentariyada bir ikkitasi so'ragan ekan. Fotolar taqdim olti dizel 2 kalibr bu ham, nomi 2 kalibr. O'zi 173 sal qattiqroq bo'lib qolgan. Bundan keyin sekin-sekin kovlab olmayapmiz. Sababi mana chimchiyni ko'm ketyapti. Shuning uchun yengil haydalyapti. Mana bunaqa chimchiyni ko'm ketadi. Men buni tozalash kerak. Egalar sekin chopyapti. Shu chopganda chimchiyni ko'milgan joylarni ochib ketishadi. Xolos ozgina qoldi. Bundan keyin yumshatib beryapmiz ichini. Bir xil joylarga botib ketyapti, sababi nihoyatda yumshoq. Bir xil joylarda mana bunaqa qattiqroq bo'lgan joylarga botirib bo'lmaydi. Kesak ko'tarib ko'chatni qo'porib yuborishi mumkin. Shuning uchun yengil chopib hisobida chopib berilyapti. Zuburimiz xizmatda har doimgidek. Dalaga kichkina motovlogda oldingi safar keldim. Nima desa bo'ladi? Benzinlik Damas ballonni qo'yganman. Judamovi o'nqir-cho'nqir yo'llar sakratib orar ekan. Endi ummog'ini hadovoy yo'q. Arava bilan motovlogda hadovoy to'kib tashlar ekan. Endi hadovoy deganda nima desa bo'ladi? Motovlogda salnigina moy oqib ketadi. Aravani dang'ir-do'ng'ir bo'lib taraqlab yurganday bo'lmaydi. Zubir bunaqa joylarga zo'r. Og'ir. Sekin ham yuradi, tez ham yuradi. Namozli ballonlari tekshib beradi. Orqadagi ballon yumshoq, yaxki ballon. Mana keng daladamiz. Bizni qishloq o'sha uylar ko'rinyapti, o'shadan keldik. 3 kilometr. Shunaqa 3 kilometr deyapmiz. Xizmatli bo'lsa aytaverasizlar, obuna bo'linglar. Telefon nomerlar bor. Qo'llagancha bilganlarimni o'rgataman, telefon qilinglar. Xizmat bo'lsa aytinglar, shu O'rta Chirchiq tumanidan shunaqa yer haydatish nima deydi? Ehtiyoj tug'ilsa bemalol. Atak boshqa joylarga ham ketaveramiz. Albatta olib ketishsa, oborib olib kelib qo'ysa, borib chopib beraveramiz qo'ldan kelgancha. Omad hammaga, charchamanglar.